shu bugun abetga do'stlaringiz bilan abet qilmasangiz uzog'i 50 ming yoki 100 ming bo'ladi. Biz sizlardan 50 ming yoki 100 ming talab qilmaymiz. Ko'nglingizda bor 10 mingdan tashlasak ham toma ko'l bo'lar deydi-ku. Jannatda inshaalloh bir qasrni barpo qilishga bir imkon sizlar uchun. Bu qizchamiz 2020-yilda tug'ilgan ekanlar. Gidrosefaleriya kasalligi bilan kasallanganlar. Inshaalloh bu qizchamizga davo bor, 75% karta raqamlarini qo'yamiz. Har bitta licheniyalari 27 million ekan har oy. Har oyda bir xil blogerlar bor ekan, o'zini kartasini qo'yib 100 million yig'ilsa 20 millionni berib, shu uchun o'zlarining karta raqamlari bilan nomerlarini qoldirdik. Agar kimdir o'zini yonidan 100 dollar deydim, 1 million deydim, 500 ming deydim, farqi yo'q. O'zim olib borib beraman deganlar uchun nomerlari. Sizda farzandingiz kasal bo'lsa, ichingiz achishadi. 10 ming so'm, 20 ming so'm siz uchun pul emas. Shu bolakayimiz sog'ayib ketishiga o'z hissangizni qo'shing. Bu bolakayimiz Urgut tumani Pochvon qishlog'i Sanchqul mahallasida istiqomat qiladilar. Yolg'iz onalari bor. Inshaalloh pul to'plansa Moskvagacha olib borib davolatib, mana biz o'zimiz qo'limizdan kelgancha ehsonlarimizni topshirdik. Endi bu yog'i sizlardan. Inshaalloh sizlarga ishonaman, o'zim kuzatuvchilarimga ishonamanki, shu pulni to'plab beramiz. Endi har oy bitta ayol kishiga 27 million topish u juda ham qiyin. Shu uchun o'zlaringizning poddeshkalaringizni kutamiz.